Comfort Zone Auto kanalida bugun eksklyuziv avtomobillarni sizlarga ko'rsataman. Bu avtomobillar O'zbekistonda yagona. Adashmayman, yana ayta olaman, bu avtomobillar O'zbekistonda yagona va biz obzorni boshlaymiz. Qanaqa avtomobillar deysizmi? Jigarim, kanalga podpiska, like bosib qo'ying va men sizga qanaqa mashinaligini ko'rsataman. Qani ketdik. Qarshimizda ikkita nemis brendi BMW M5 G90 yangi avlod, BMW M5 F90 eski avlod. Bu shunchaki M5 emas, bu BMW M5 KS yoki ko'pchilik CS ham deyishadi. Turishga baho berib qo'yinglar. Xo'p, qaysi biridan boshlaymiz? Yangi avlod, O'zbekistonda yagona, rangi bilan ajralib turibdi. Pultlari ochilganda faralarini yonishiga e'tibor beringlar. Reshotgan yonlari ham yonadi. Bu gibrid 4 litrli 727 ta ot kuchi, lidar, kamera, parktronikli. Intercooler nima deyapti? Ko'rasizlar? Naqd ikkita ustma-ust joylashtirilgan. Voy, turishga baho berib ketasizlar. Rangi yagona. Narxini aytib o'tib ketaman. 225 ming, 727 ta ot kuchi, 4 litrli twin turbo, karbon keramikskiy tormoz tizimlari, diski ham chiroyli, juda ham. Karbon kursiya bo'ladi tashqi ko'rinishda, klassik va tom qismi ham to'liq karbondan. Va qora glansli, yashil shunaqangi bir-birini ochib turibdi. Bitta so'zdan sizlarga ko'rsatdik. Endi esa eng qiziq joyi. Voy. Salon qismi. Mana sizlarga haqiqiy go'zallik, mana sizlarga komfort. Obshivka, koja, karbon. Ko'rasizlar, brend, podsvetkalar, mana bu sensor to'laqonli. Voy, o'tiramizmi yo'qmi? M5 sideni quchoqlab oladi. O'rta qator markaziy konsol, podsvetkalarini qaranglar, emblemaga mos. Voy bu. Xullas mazza haydash kerak. M va M2 tugmalari bor. Ya'ni bu o'sha sportivniy rejimni yoqish. Xo'p, ikkinchi qator. Dahshat. Stenalar sportivniy. Orqada ham klimat kontrolga ekran qo'yilgan. Rangi lekin yashil bilan shunaqangi chiroyli ketib turibdi. Baho berib ketinglar. Yashil bilan olov rangi. Orqa qatordan bitta ko'rsataman. Faralarini yonishi. Voy. 4 ta glushiter tizimi, yon atrofi glansli. Knopkani bosamiz. Ichini qaranglar, kattaligini. Dahshat. Va elektronli yopiladi. Voy. Nasib qilsin hammamizga. Go'zallik. O'zbekistonda yagona rang 1-2 kun bo'ldi kirib kelganiga. Bu yerdan benzin solinadi. Lekin yorib yuborishim. Yana bitta ko'rsatay. Qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Old qatorlarda ham karbonni ko'rsak bo'lar ekan. Va bitta zavodni ko'ramizmi buni? Salon qismini sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Mashinaning ichiga o'tirish tomoni sizlarga yana bitta rangini ko'rsataman. Paketto. Obshivka eshikning ochilishlari ham neobычный qilib ishlangan ekan. Yopiladi va sizlarga BMW shay turibdi. Nega ovozini eshittirmading deganlar uchun bu mashinamiz gibrid va birinchi zavod bo'lganda asosan tokda zavod bo'lgan hisobiga ovozi uncha-munchaga eshitilmaydi. Misol uchun mana tormoz pedalini bosdim va start stopni bosadigan bo'lsam, mashina zavod bo'ldi.
rul yumshoq va M1, M2 sport knopkalari, lipstoklari, ya'ni Tiptronicga o'tkazganda mana shu narsani ishlatadi. Rul sportivniy, ko'rasizlarmi? Redline tipi. Biz uchun albatta tabloni ko'rasizlar, maksimal 330, prikin. Gap bo'lishi mumkin emas. O'sha boya aytganimdek podsvetkalari ham emblemaga mos, rang-barang. Markaziy konsolni yana bir bor to'lig'icha ko'rsataman. Avto, sport, gibridga o'tkazsanglar bo'ladi. Stabilizatsiya, 360 graduslik kamera, hammasini boshqarsanglar bo'ladi. Mana bu shayba bilan monitorni boshqarasizlar albatta. Bu narsa AX da ham bor edi. Короче, беспроводной. Mana podsvetkalar ham yonib turar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Xullas bir gap bilan aytganda, mashinaning ichi komfort M5. Voy, lekin hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Jaydari qisqa sizlar uchun tanishtirgim keldi bu mashinani. Mana bunaqa remellarga ham BMW shildigini, o'sha liniyasini qoldirib ketishgan. BMW sportivniy o'rindiqlar, orqani ham bitta ko'rsating. Tepasi Alicantara qora, lyuk yo'q. Boya aytganimdek, tom, polniy, klassik karbon qilingan. Karbonni yana ko'rsanglar bo'ladi ichkarida ham. Umuman mashina boshqa dunyo, head-up displeylargacha bor ekan. Bu mashina 4.4 litrli twin turbo gibrid, 727 ta ot kuchi bor ekan yozilishi bo'yicha. YBNga 2 kun bo'ldi, xudo xolasa mashina kirib kelganiga. Narxi $225,000. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Haqiqiy nemis mashinasi. Mashina atiga 22 gina kilometr masofa bosgan va полный привод. Mashina uchadi. Bu mashinadan keyin bu mashina qalay ketadi? Turishiga baho berib qo'yinglar. Rangi ham o'zgacha. Kapotni ustidagi mana bu havo haydovchi teshiklarini ko'rasizlar, haqiqiy havo chiqaradi, havo yutadi, havo chiqaradi. Xullas o'z vazifasini bajaradi. Ko'rinishga bitta mazza qilinglar. Mashinani ochamiz. Voy, mana shu faralarga kasalman bori. Ayniqsa mana shunaqa sariq liniyasiga. Kimning mashinasi o'rtoqlar? BMW M5KS. O'zbekistonda bo'lsa, bundan tashqari bitta yoki yana ikkita bor. Umumiy hisobda 3 ta yoki 2 ta bu bilan. Voy, mashalloh. Derskiy, agressivniy vid. Hamma taniydi. Diska alohida tema. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, har bitta chizig'i, liniyasi diska bilan rangi bir xil qilingan. Gold sifat. Karbon keramический tormozniy sistema. Ko'rasizlarmi kattaligini? Voy, bitta ko'ringlar. Razmeri 215 ga 35 20 razmerda. Oh, go'zallik. Salon qismini bitta sizlar bilan ko'rib o'ramiz. Ko'rasizlarmi, sidinalari alohida tema. Faqat keyinroq o'tamiz tashqi ko'rinishini ko'rib bo'lgandan keyin. Xo'p, karbon. Tom qismida lyuk yo'q, to'laqonli karbon qilingan. U mashinada ham, bu mashinada ham glansli ko'p ishlatilgan asosiy rang. Uzoqdan bitta ko'rinishi, yondan. Endi buni yonidan bitta ko'rinishi. Umuman boshqa dunyo, to'g'rimi? Orqa qatorini ham bitta sizlar bilan ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bu mashinada 5 kishi emas, 4 kishi o'tiradi, chunki o'rtada o'tirishdan iloji umuman yo'q. Sportivniy o'rindiqlar, qattiqligiga e'tibor berasizlar. Quchoqlab oladi. Orqada ham monitor knopkalar bor. Go'zallik. Voy, mana bu faralar ham odamni kasal qilganda. Xo'p, glusheter 4 ta chiqqan, karbon qilingan, kovunli karbon bu. Tom qismi klassik, bu kovunli. Faralari lekin odamni o'ziga tortadi. Mana bu yeri ham klassik spoiler qo'yilgan. Voy. Задний привод. Xo'p, bagaj qismini bitta ko'rib o'ramiz. Elektronli. Bu ham katta ekan. Buni ham bagaj katta edi. Ko'rsatib o'tib ketaman bir siri. Ochila qoling. Mana. Buni ham ichi katta. Va elektronli.
Buni ham ichi katta. Bu rushnoy ekan. Lekin mayli haydaverardim. Nima deydi? Yaqinlashsangiz o'zi albatta ochadi. Silipoz zona, hedaf, hamma narsasi bor. Salon qismiga o'tganda aytib o'tib ketaman. Mashina lekin boshqa dunyo, 4 litrli 1000 dan oshiq ot kuchi. Zadniy приводda faralariga turishiga baho berib ketinglar. Buni ham narxi $225,000. Xarakteristikasi, to'laqonli ma'lumotlarini opisiyaga yozib qoldiraman. Endi esa salon qismiga o'tamiz. Dunyoda 99 ta ishlab chiqargan BMW M5 KS ni saloniga ham keldik. Bir sara sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Rul alohida tema, zamishli, umuman boshqacha, 3 ta chok tikilgan. G90 esa sal boshqacharoq edi. Xo'p, M1, M2 knopkali Tiptroniklari bor. Bu yerda ham bu Tiptronik karbon ekan. Unda matoviy plastik edi, ko'rinishi albatta. Rul sportivniy, M shildigi va multimedia. Tiptronik o'sha mexanikaga olganda minus va plusga ishlaydi. Tablosini ko'rsanglar bo'ladi. Head-up bor, monitor. Monitor mana bu sensor orqali baland-past qilsanglar bo'ladi. Markaziy konsolda audio sistema va bariga keladigan bo'lsak, korobkalar selektori, M shildigi bilan shayba orqali monitorni boshqarasizlar. Avto hold, sport rejimlariga o'tkazish va nimasi bor ekan? Stabilizatsiyani o'chirib yoqish knopkalari. Bitta ko'rinishga baho berib ketasizlar. Xo'p, nimalari ham bor? Podsvetkalari ham bor, yashil rangda. O'zgartirsanglar ham bo'ladi endi. Eng qiziqarli joyi bu o'rindig'i. O'rindig'i orqada 2 kishi o'tiriladi, 3-kishiga joy yo'q, ko'rib turganinglardek. Va mana bu sideni haqiqiy sportivniy, ko'rib turganingizdek, bokovoy поддержка o'ta darajada yuqori va hattoki bokovoy поддержка mana bu o'tirgan joylarda ham sizlar umuman siljib ketmaysizlar, oyog'inglar yoki dumbanglar qo'pol bo'lsa ham aytaman. Chunki mana bu поддержкаlarni ko'ryapsizlarmi? Yetmaganiga ham yonidan ushlab turib, katta tezlikda adrenalinni his qilsanglar bo'ladi. Mana bu joyi ham karbon ekan. Chunki bu mashinani ko'pchilik bilmasa kerak, aytib o'tib ketaman. Lemon Performance kep o'zi Stage 2 urib ketgan, O'zbekistonga kelgan, chaqirtirilgan. Va bu mashinada 1000 ta plus ot kuchi bor deyishdi. Zadniy приводda uncha odam bu mashinani eplolmaydi, lekin haqiqiy adrenalinni shu mashina 100 talik bera oladi. Tepalari alikantari qoraytirilgan va bu yerda ham luk umuman yo'q. G90 da ham luk yo'q edi, tom qismi klassik karbon edi. Bu mashinamizda ham boya ko'rganingizdek tom qismi klassik karbon, luk umuman yo'q. Lekin mashina va mana bu o'rindig'i alohida tema. Ana endi sizlar bilan gibrid ovozini eshita olmaganimiz uchun mana bu Ajdarxonning 1000 ot kuchini ovozini sizlar bilan eshitamiz. Qanoki bosing. BMWchilar bir maza qiling. Вообще dahshat. Gap yo'q, orqaga like bosib qo'yinglar. Voy. Mana mashina o'zi haqiqiy adrenalin va his-tuyg'ularga boy ovoz. Xullas, miyanglardagi hamma narsani chiqarib yuboradi. Mana bu true. $225,000. $225,000. Sizlarga qaysi yoqdi? Izohlarda fikringizni qoldirib ketinglar. Okey, orqadagi mashinalarning obzori, qisqacha obzorini sizlarga taqdim qildim. Mashina yoqqan bo'lsa, like, podpiskani ayamanglar va shunaqa eksklyuziv videolar qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar va podpiska bo'lib kuzatib turinglar kanalimizni. Sizlar bilan Comfort Zone Auto va uning admini Hojiakbar.